Hürmetli vatandaş, leksiyemizi davamlaştırmaz. Endiki leksiya. Leksiyadan birinci islah. Bugünkü islaha 2021 yıl 3. ayının 15. günü vatandaşım. Mavzu mındak. 7 devlet guruhi Jungo'nun Hong Kong'da saylam tüzümünü özgertkenligi doğrusida birleşim bayanat elan kıldı. Toluq teksit tövendikçe mavzulu haber 3. ayının 13. günü Amerika avazının Xitay tili programması elan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika ve başka 7 devlet guruhiga a'zo devletler diplomatlar 3. ayının 12. günü birleşim bayanat elan kılıp Jungo hükümetinin Hong Kong'da saylam kanununu özgertkenligiga dikkat kıladiganligini bildirdi. Bayanatı mındak görüştüldü. Beijing'nin Hong Kong'da saylam kanununu özgertiş doğrusidagi kararı Jungo dairlerinin Hong Kong'da gayri fikir ve göz kararlarını yoqtadiganligini görüstüp berdi. 7 devlet guruhi Tashqi ishlar ministrlari ve Avrupa İttifaqı diplomatiyaga mas'ul amaldori birlikte Jungo'nun Hong Kong avtonomiyasini hürmet qilib, Hong Kong'da fan demokratizmchilarning faoliyatlarini bostirishni to'xtatishni chaqiriq qildi. Bayanatning to'liq teksti tövendikçe 7 devlet guruhining Hong Kong'da saylam tüzümünü özgertishga munosabatlik bayanatı. Biz Kanada, Fransiya, Germaniya, İtaliya, Yaponiya, Angliya ve Amerika qatarlıq 7 devlet ve Avrupa İttifaqının vekilleri birlikte Jungo dairlerinin Hong Kong'da saylam tüzümünün demokratik amillerini çeretiş yoki onunla tajovuz qilish, daxla taruz qilish to'g'risidagi qaroriga diqqat qildik. Bunda karar Jungo dairlerinin Hong Kong'da gayri fikir ve gayri qarashlarni jimiqtirdigan göz qarashlarını güçlük aks ettirib berdi. Memleketlik xalq vakillar qurultayı yani Jungo'nun ma'qullagan özgertish qonun loyihasi onun üstüge qo'shganda Hong Kong'da demokratik faoliyatchilar ve siyasi erbablarning zo'r ko'lamda qo'lga elinishi Hong Kong'da bir davlat ikki xil tuzum ve oliy avtonomiyaga buzg'unchilik qilib keldi. Bu qonun loyiha siyosatni ko'p manbalashtirishni bo'g'ib tashlab, negizli qonunning belgilemesidan chetnab, umumiy saylam nishoniga qarab mengish to'sqinlik paydo qilyapti. Undan boshqa bu xil o'zgarish fikri erkinligini azaytidi. Bu yani Angliya Jungo birlashma bayonotida kapolatga ega qilingan bir xil huquq edi. Fikr erkinligi. Hong Kong xalqining Hong Kongning manfaati uchun 1 yil va kechiringlar bir bilet tashlaydiganligiga ishonish kerak. Hong Kong xalqining Hong Kongning manfaati uchun bir bilet tashlaydiganligiga ishonish kerak. O'xshash bo'lmagan ko'z qarashlar o'zliksiz muhokama qilinishi kerak. Cheklanmasligi kerak. Hong Kongning muqimlik va gullanish usullari kapolatga ega bo'lishi lozim. Biz Jungo hükümetinin Angliya, Jungo birleşme bayonotiga asoslanib, yana boshqa qonun majburiyatları asosida ish qilishga, negizli qonunga hurmat qilish va bu qonunda belgilangan belgilamalarga va negizli qonunga berilgan huquq va erkinlikka hurmat qilishga chaqiriq qilamiz. Biz Jungo'nun Hong Kong ma'muriy doiralarining Hong Kongning siyosiy funksiyasini asliga keltirish shanchi bo'yicha demokratik qimmat qarashlarini ilgari surayotgan, huquq va erkinlikni qo'llayotgan asosiy kishilarni asossiz qo'lga olishni to'xtatishga chaqiriq qilamiz. Ash kishilarni qo'lga olishni to'xtatishga chaqiriq qilamiz.